Bir o'ynaysanmi? Hozir telefon qilsam uchib keladilar. Mani yigitim chaqirganida o'sha zahoti yetib kelmaydilar. Hozir telefon qilaman, keyin sen bilan birga olib boradilar. Mazza qilib shopping qilamiz. Avo. Ey, yaxshimisan? Ke? O'zing tuzimsan? O'rtoq yoniga iltimos qilmay keldim. Ko'rinishingga qarab, kiyib yurgan kiyimingga qarab, meni yurgan mashinaga qarab muomala qilyapti. Xo'p, sen bevadingni berib tur. Onamdan suvchilikka olib kelay. Yo, mayli. Lekin u qiz ukangni rostdan yaxshi ko'rsa, meni yurgan mashinasiga qarab fikri o'zgarib qolmasa kerak. Qizg'anyapsanmi? Ana, qizg'anaman, men olib ketaver. Rahmat, az kattakon. O'rniga Jigulini tashlab ketolma. Ishing bo'lsa bemalol qilib olarsan. Ha, bo'ldi. Pakda benzin bor. Bo'pti, mayli. Qizlar kutib qolmadinglarmi? Ha, ozgincha kutdik, lekin chirigan mashinada kelishimizni kutmagandik. Azdagi bivaytida yurardingiz, nima ish qilida keldingiz, tushunmadim. Nima yigiting bilan shu chirigan mashinada shahar aylanardi deylar. Men bunaqa mashinaga chiqmayman. Yaxshisi, yandex chaqirganim yaxshi. Azdagi nima mashinangizni sotdingizmi? Ha, shunaqa bo'lib qoldi. Hozircha edi shu Jigulida yurib turaman. Sizdan kutmagandim, dugonamni oldida sharmanda qildingiz. Boring, ketavering. Biz Yandexda ketamiz. Lekin u qiz ukangni rostdan yaxshi ko'rsa, meni yurgan mashinasiga qarab fikri o'zgarib qolmasa kerak. Hozir odamlar tashqi ko'rinishingga qarab, kiyib yurgan kiyimingga qarab, meni yurgan mashinaga qarab muomala qilyapti.